jalab oldin rayonda, tumanda bitta fohisha chiqsa, butun rota borib, o'chit bo'lib, yalinib, Fatima opa, meni galim, jahon qochib turib, meni galim deb gandon topa olmasang, paketni baylab bo'zi ham har kuni o'chit bo'lib, ko'zga surkab, o'zi jalab frontdan qaytib kelgan opaxonni ko'zga surkab itarardik. Hozir ona nima fohisha telefon qilsang, skoriy pomishdan tez yetib keladi. Pizzani adin domada ko'rganmiz. Pizza hozir pepperoni, xuyuroni, qazlik, molli tili, otli tililigi, bilat, Kitay, italyanskiy sir, meksikanskiy sir, belgiyskiy sir, bu yoqda bilat, finskiy sauna, russkaya banya bilat. Odam yoshlar zerikib ketmadimikin ya? Tayyor mana jalabar, tayyor. Shunda ham ko'tlar baxtsiz bilan. Depressiyaga tushib qoldim. Voydat. Energiya ichaman, energiyam tugab qoldi. Sen qo'tag'alini 20 yoshingda qatga ishlatib qo'yding sen energiyani. Qatga ishlatib qo'yding sen 20 yoshingda o'zi hali. Nima sen to'rtta zavod tutib qo'ydingmi bilad yoki bir narsalar qilib yordingmi, energiya tugab qoladi. Kechasidan 5 ga bir urgan, birovni qizni itargan, birovdan qarz olgan, ekspetga tiqqan, ko'tiga tiqqan, ko'zi mashg'ul bo'lib ertalabgacha kompyuterxonada o'tirgan, nimaga yashayotganini o'zi bilmaydi. Hamma narsa bor, mana imkoniyat, mana kredit, mana ish. Biz yoshligimizda mardakorchilik bor, aravakashchilik bor, jalab novvoy non tashirdik. Tarvuzlarni vagonda haligi tushirardik jalab. Hozir puliga jalab ofitsiallik qilsa ham chivi 200 mingdan 300 mingdan kuniga, yana plus bonusi oyligi bor, garantirovni jalab sal ko'tarinki birini kimni masaj qilib qo'ysa, masajist 10 million berish men oyligi. Shunda ham bular siqilib qoldim. Nima qilsam ekan? Tubiga tushib qoldim. To'kam tashab ketdi. Bevafo dunyo boyiga tegib ketdi.